Obunachilar, bugun sizlar bilan har xil qirollar qo'shilgan mirga tushib qo'yamiz. Bu mirdan bundan maqsadimiz esa, bu videodan maqsadimiz hatto 10 ta bo'lsa ham obunachiga chiqish. Keyin esa bu mirdagi maqsadimiz hamma afsonaviy qirollarni yasab ko'rish va Ender Drakonni o'ldirish. Bo'lmasam video boshlandi. Xo'p, bo'lmasam video boshlandi. Biz esa sanduqdan narsalarni olamiz. Bu toshli narsalar kamdan kam tushadi. Potato. Pishmagan baliq. Bu taborimizni ham qo'limizga olamiz. Okey. Endi ham ovqatlarimizni qo'limizga olamiz. Endi biza kuchayishimiz kerak, ko'proq daraxt bo'lishimiz kerak, to'g'ri. Yana bitta narsa, bizni afsonaviy qirollarni qayerdadir sanduqlardan topsak bo'ladi, qishloqlardan ham. Shunchaki oddiy bitta jitellik bo'lishi mumkin. Tayga g'alati, qishloq g'alati to'g'riroq. Biz qo'y o'ldira olishimiz kerak. Bu yoqki qo'y. Bu yoqki. Chiqari ketmayapti, bu yoqqa kelmish bechora. Bizga 3 ta qo'y kerak, yana 2 ta qo'y kerak, yana. Shunda kalovat yasashga yetadi bemalol. Ko'proq daraxt bo'lishimiz kerak. Tezroq toshga kuchayishimiz kerak, toshli kirka bor. Mana tapor daraxt ko'labmas, kimdir o'ldirib, urishib, masalan, ovqat yeyotganda ko'taramiz. Bu kerak emas. Tosh ham qo'laylik ozgina. Shaxtamanu, creeper bor edi, zombi. Dai portli creeper işte. Portli. Handay, portli dai. Portli kaldiringa. Bir pasdagi chuqurim chiqyaptimi o'sha bolalar? Anta fakirlanamiz. O'tto. Hop, tezroq fakirlana olaylik endi. Yaxshi, sanduqimizni ham olamiz ekan. No. Endi tosh qo'llashimiz kerak. Boyagi shaxtani oldidan chiqib qolsak bo'ldi. Creeper shunda basharamizdagilar turib portlab. Bizning maqsadimiz qishloq topish. Qishloqdan aytgancha verstaga solaylik, sizlarga ko'rsataman. Ana qanaqa yasashini. Qirollar afsonaviy. Bitta fakir qo'ysak, to'g'ri bo'lib turadi. Hop, cho'tka. Endi agar mana bu hammasi emas, menimcha. Yo'q, hammasimi? No, hammasi emas. Voy, neziretli tapor. What? Biz bilan hech qachon yasamaymiz. Eng oson kitob ekan. Bo'ldi, kitob yozingiz birinchi bo'lib. Voy, bu neziretli, lekin bu ham oson. Bu ozgina qiyinroq. Mayli, birinchi bo'limda kitob yasaymiz. Hop, biz tosh qo'llashni davom ettiraylik endi. Hozir shaxtadan chiqib qolsak bo'ldi, yo'q shaxta bor edi. Yo'q, chiqib qolsak bo'ldi. Ko'mir faqat. Zombilarni ovozi eshitilyapti. Tosh chiqli bo'y.
İşte taşı oldu. Durmuştu. Yaxşı. Bir taraf çöktüm bir pasta. Poptu bizaga qilich. Tapir, kirka bor endi. Bitta pechka kerak. Yaxshi. Man bolta. Endi pechkada baliq qilib pishirib olamiz. Yaxshi. Endi baliq qilib biz esa shaxtani qidirib turamiz. Chiq. Xavfli. Bir pasda pishdimi, o'chib qoldim. Pishibdi. Okey. Bu ham shaxtamsan. No, bunaqasi ketmaydi. Hozir biza mana olib pastiga qo'yib tepasidan xullas cho'ng'alashtirib. Ko'mir turgan ekan tepamiz. Yo'qki. Yo'raman. Ne qo'rqonman, kirib ker. Bo'pti, qo'l olamiz. Yaxshi. Vaqtiylar mamtga vaqtinchaga qurib turaylik ko'mirlarni qo'l olishga. Kerak babirgan fakir yasashga, narsa yoqishga. Nega ko'mirlar ko'p chiqib, boshqa rudalar kam chiqadi. Kerak emas rudalar kam ko'p chiqadi. Lekin ko'mir kerakli odam ko'lashga erinadi ko'mir. Shunchalik ko'pligini. Okey. Hamda temir bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Короче, men hamma ko'mirlarni ko'layotganimda tepaga qarab, kriper portlab ketdi. Nega bitta ham zombi yo'q o'tdi, mayli yaxshi endi. Ertalab qachon tushadi? Qornimdan ochmayapti. Kimdir bor. Zombi man bor deb chiqib ketsa yo'q. Yaxshi, joy qorong'i. Iskelet qoch. Qiyshiq. Bo'ldi, botga ertalab kelish kerak. G'ilaymanmi? Qo'lim g'ilayman, qo'lim qiyshiq. Yoritib tashlash kerak, fakir yasab tez. Birinchi bo'lib cho'p yasaylik kam ekan, cho'p. Potato qornimiz ochmayapti negadir. O'sha yoqqacha qo'limiz yetar ekan. Yaxshi bu yoq. Mashinada. Temir. Let's go baby. Endi bizni qarab turamiz. Endi temirni qo'lga olamiz. Okey, kam ekan. Choqqa tushmadim boshqa. Bo'ldi. Mamtda nimadir chiqib qolar balkim. Qanaqa joyda? Bunkermi zombilarni? Hamma ko'mirni olaman deb lekin. Bu yoqqa hammasi
Hammasini qo'lim yetgancha ko'layman. Va orqa chamasi ham shunaqa ko'lab tashlayveraman. Dilim ham qulamaydi uni. Ertalab tushdi menimcha zombilar yonyapti tez bu yoqdan. Surish kerak endi. Tosh ham ko'lab ketamiz askin. Qiyshiq. Yaxshi. Nechta? 5 ta temirimiz bor. Ko'rdinglarmi? Shunaqa matematikmanda endi. Ertalab kechqurun shotdim yoki tagiga shunaqa qorong'i bo'ladimi? Yoqamiz zombi hatto yonib o'l. Taygadan chiqib ketish kerak yoki qishloqda yopish kerak tezroq. Ham shaxtami? Teshik chekan, teshiq. Hatto, hey, ko'zim kimlar? Aldab olib kelib qo'ydi bu yoqqa. İçimizde loyimiz bor edi. Inshaalloh, 5 ta temir ko'rdinglarmi? Sizlarga mana shunaqa qila olish 5 ta temir. Hatto nima bir blokka adashib. Tovuq, chicken. Xom. Tayyor sindiruvchi uchun o'ldirib beribdi. Qo'ylar. To'xtanglar, nechta? 3 ta bo'ldi. Brat kerak emasdan ketur, rahmat. O'rtog'ingami? Etib qo'ygan rahmat. Aylan ko'mir kerak emas. Biz narsalarimizni pishirib olaylik. Potatoni pishirsa bo'ladimi? Menimcha, bo'larkan. Yaxshi, davay pishiramiz. Pat bilan pishirsa bo'lmaydimi shuni? Ko'mir bilan pishirish bo'ldi. Ko'mir fakal uchun yaratilgan. Onu o'ldirib kelaman borumchi. Davay. Bitta ke urishsam, duxtalsin. Shoxlarni. Yaxshi ikkita terchdi. Buladamizdagi oq. To'g'ri. Yaxshi, endi ozgina ko'mir ko'lib olamiz mendan. Shuncha balanda ko'mir. Qani ko'laylikchi, ichida ham bor ekan har doimgidek, ko'p bo'ladi. Kam ekan. Nega ko'p bo'ladi deb turibman, chiqdi, ilabdan qo'yibdi bular. Boshqa payt ko'p bo'ladi-yu. Eron mashina qolishgan. Ana ovqatimiz pishdimi ekan? Ovqatimiz potato.